Sizning nogironlik ma'lumotnomangizda mehnatga layoqatsiz deb yozilgan bo'lsa ham, bu siz ishlay olmaysiz degani emas. Siz hududingizdagi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga murojaat qilib, mehnatga layoqatingizni qayta baholatishingiz mumkin. Ular sizning sog'lig'ingizni o'rganadi, suhbat o'tkazadi, sizning kasbingiz, ma'lumotingiz va ishlashga xohishingizni inobatga oladi. So'ng sizga qaysi kasbda ishlashingiz mumkinligi, qanday mehnat sharoitlari sizga mos ekanligi haqida ma'lumotnoma beradi va hududingizdagi bandlik markaziga yo'llanma beradi. Shundan so'ng sizning nogironlik ma'lumotnomangizga mehnatga layoqatsiz o'rniga sizga mos kasb nomi yoziladi. Masalan, tikuvchilik ishini bajarish mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida ko'proq ma'lumot olish uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling va kuzatib boring.